Bu o'yinda Ronaldinyo yana bir bor o'zining futbol zehni, haqiqiy IQ darajasini namoyish etdi. So'z 2004-yil haqida ketyapti. O'sha yili Braziliya terma jamoasi Germaniyaga qarshi o'rtoqlik o'yinini o'tkazgan edi. Har qancha o'rtoqlik deb atalsa ham, bu bahsni tomosha qilgan har bir kishi unda haqiqiy shou bo'lganini eslaydi. Braziliya jahon chempioni sifatida darhol to'p nazoratini olib, raqibni himoyaga o'tishga majbur qildi. Nemislar esa o'z javobini uzoqdan yo'llangan kuchli zarbalar bilan berishdi. Ronaldoda juda a'lo imkoniyat bor edi, ammo u baland tepib yubordi. Kevin Kurani ham hisobni ochishi mumkin edi, lekin Julio Cesar a'lo darajada qutqardi. Shundan so'ng Adriano faollashdi. U doimo darvozaga tomon intilib, Oliver Kahnni jiddiy sinovdan o'tkazdi. Nemislar ham javoban faol o'ynashdi. Sezarni bir necha marta ishga solishdi. Ammo eng qiziq voqea Ronaldinyo bilan bog'liq bo'ldi. Braziliya jarima zarbasini qo'lga kiritgan edi. Hamma o'yladi, hozir Roberto Carlos zarba beradi. Chunki u har doim standartlar ustasi bo'lgan. Ammo hakamning ushtagi chalingan zahoti Ronaldinyo hech kim kutmagan narsani qildi. U joydan qo'zg'almasdan to'pni devor orqali aniq ravishda darvozaga yo'lladi. Bu uning eng zo'r va eng zehnli gollaridan biri edi. Haqiqiy futbol aqlining namunasi. O'yin esa 1-1 hisobida yakunlandi. Nemislar uchun hisobni tenglashtirgan bizga tanish ism Kevin Kurani.